Ona meni uylantirmasdan ketish yo'q lekin, ey. Tilginanga tirsak chiqqil. Qayerga ketaman? Prosta kirib qoldim. Ana shu qo'shni kelinga o'xshab mesistra qizga uylantiraman seni nasib qilsa. Tomirga birga bir tushadi. Qachon o'sha ona? Sabr qil, tuzalib olaymi? Maniga tegishimga baroqchomdan. Ya. Kimga uylantirasiz meni? Nima qildi? Qo'shini qarang, Indirjitga o'xshaydi. Voy, chiroyini pishirib jiysan, zato mesistra. Uylanadimi yo'qmi menga? Parashnikka turibmanmi beri? Uylanadi. Xola! Mesistra kelin olibsizmi? Xudoga shukr, kelinim mesistra. Chaqalog'imni temperaturasi tushmayapti. Bitta ukol qilib bersin. Kerak bo'lsa ikkita ham qiladi. Kir. Qoshig'im. Qoshig'im qara kelayotganda. Ko'rdingmi balam, obro'yda vo. Yet qizga degan shukr onajon. Qotillar! Bolam yig'lasa ovozi chiqmayapti. Ming bor o'zi podkoza ketibdi-da. Mandan o'tibdi. Aya. Ha. Dadam qani? Ichkarida qoshig'ing kapelnitsa qo'ygan. Dadamjon. Kim? Dada? Sen nima qilding dadamni? Marhamat, men ozroq havo ketib qopti-da. Ming bor uzr, mandan o'tibdi. Bitta antibiotini olasiz. Unga antifox va antistepni aralashtirib, Kaka shunaqa qildim hozir. To'xtang chona. Bormi og'riq? Yo'q. kimgadir ukol qilsangiz, bu sizning eng katta xatoyingiz. U odamni shok qilib qo'yishingiz ham mumkin. Nima bo'ldi o'zi? Nima qilding? Nima qilib qo'ydim o'zi? Onangni shunaqa ukol qilganmisan? Xolajon, siz keldingizmi? Nasib ko'raymiz. Mana ya mesestraga uylan dedingiz. O'ldirishga sal qoldi. Va qoshig'il bakki. Sen qayerda o'qigansan, Indirjit? Men karantinda onlayn o'qiganman. Yanga siz qayerda o'qigansiz? Men Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tibbiyot yo'nalishida o'qiganman. Yo'q. Ha, u yerda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsevtika va biologiya yo'nalishlari bor. Ertachi eng malakali o'qituvchilar dars beradi. Hamma talabalargacha barcha sharoitlar qilib qo'yishgan. Mana ya, o'qigan baribir bilinadi-da. Mana bunaqangi o'qimagan chala savodlar odamlarni o'ldiradi. Qoshingga sona. Yo. Ho'j Jo'rabek, unga ukol qildirma, molingni o'ldiradi. Ya, kelini qo'li yengil ekan, molimga bitta ukol qildi, tuzalib ketdi. Ha, sen mol doktor ekansan-da. Ay tahor omadim